O betayin farzand. Men bu pulni nafslaringga ishlatlaring. Ollarim, sizlarni bugun yig'ishimdan sabab insonning yoshi katta bo'lgandan keyin ko'p narsalarni o'ylab qolar ekanda. 5 kunligim bormi yo'qmi, yiqqan terganimni go'rimga olib ketarmidim. Ko'zim ochiqligida shu pullarni sallaga bo'lib beraydim. Adi, akalarimni bilmadim-u, lekin men bu pulni ola olmayman. Mani duo qilib tursangiz bo'ldi. Men uchun eng katta boylik shu. Shu gapingga ham katta rahmat. Hammen doim desanlar. Mahmudda 60 ming pul, 20 mingdan ajratib qo'yganman. Bizneslaringni yanada yaxshilab olarsanlar. Ha, aytgancha. Qaysi birlaringni ishing zo'r bo'lib ketsa, shu qo'li o'shanga qoladi. Pulni mashinaga qo'yib qo'ydingmi? Ha? Sardor, bu 40 mingni aniq qo'yib berib aylantirib olsa, bir oyda 50 ming qilib olamiz. Samosa bo'y shunaqa qilamiz. Doningni qarang, sal qoldi kalla qo'yishiga. Batsan, u bilasan, u 20 mingni ham hali bir tinchirting qolsa kerak. Yur Sardor, ish qilaylik. Doniyor bolam, sanmisan? Ha, da, manman. O'g'lim, yaxshimisan? Hasan ham akalaringga qo'shilaman deydi. 3 ta aka bo'lib biznes qilib yurardilaring. Akalaring deysizmi? Ular Hozir mashinadagingga, mayqirib yuragim tortmadi. Qanaqa qilib hujjatni ko'rib olmading? Bu soxta ekan-u. Bor butimiz ham adam bergan pul ham ketdi. Botir aka, bo'lar ish bo'ldi. Undan ko'ra oz doningni oldiga boraylik, bu yechimi bordir. Mayli, adi. Buni qo'ying. Menga bergan pulingiz. Adi, onajonim o'tganlaridan keyin butun umringizni bizga bag'ishlab yordingiz. Birinchi halol ishlab topgan oyligimdan sizga umra safariga yo'llanma oldim. Oluvdim-dimman. Oluvdik. To'g'rimi aka? Kiring aka. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Kattakon rahmat bolalarim. Juda ham xursand qildinglar. Bitta narsani hech qachon unutmanglar. Bittasini sindirsa bo'ladi, ikkitasini sindirsa bo'ladi, 3tasini hech qachon sindirib bo'lmaydi. Ilohomin, ikki dunyolaring aziz bo'lsin. Alloh. Sizning otangiz hayot va siz ham otangizga shu ishni qilgan bo'larmidingiz? Kim haq, aka yoki uka?